Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Short savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodirshoh. Barchangizni 2026-yil yana qayta ko'rishib turganimizdan xursandman. Bitta narsa aytib o'tishim kerak. Paynet xolis to'g'risida muhim bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ba'zilar tushunmayapti ekan. Hattoki o'zim ham tushunmagandim boshida. Bu nima? Masalan, Paynet xolisda sizga biznes karta ochib berishadi. O'sha kartaning ichida pul bo'lmasa, siz naqd pulga savdoni yoza olmaysiz. Ya'ni men nima demoqchiman? Masalan, siz naqd pulga 100 ming so'mlik narsa sotdingiz. Endi shuni 100 ming so'mlik narsani yozishingiz kerak. Paynet xolis ilovasiga, Paynet xolis tizimiga kirib 100 ming so'mga savdo qilganingizni yozib qo'yishingiz kerak. Ammo sizning kartangizda mablag' mavjud emas, hali pul mavjud emas, tushum qilganingiz yo'q. Faqat siz naqd pulga savdo qilyapsiz. Kartaga sizga hali savdo bo'lgani yo'q. Kartangiz 0 bo'lyapti, ichida puli yo'q. Endi 100 ming so'mni yozishingiz kerak. 100 ming so'mni yoza olmaysiz. Kartangizda pul bo'lmasa. Kartangizda pul bo'lishi kerak. 100 ming so'm savdo qilganingizni yozishingiz uchun, naqdga savdo qilganingizni yozishingiz uchun kartangizda pul bo'lishi kerak. Shunda ular kartangizda yechib oladi 1%ni. 100 ming so'mdan 1%, 1000 so'm yechib oladi. Davlat hisobiga soliq to'lagan bo'lasiz. 100 ming so'm savdo qilsangiz kuniga 1000 so'm davlat hisobiga yechib oladi. Buning uchun kartangizda pul bo'lishi kerak. Agarda bo'lmasa, kartangizni to'ldirib qo'ying. Boshqa kartadan tashlasangiz bo'ladi. Kartangizga, biznes kartangizga boshqa kartadan pul tashab, to'ldirib qo'yganingizdan keyin bemalol muammosiz ishlaysiz. Tushunmaganlar uchun yana rasm orqali tushuntiraman. Mana masalan qarang. Siz naqd pulga savdo qildingiz. Naqd pulga kirim degan joyi bor endi. Shuni ustiga bosganingizdan keyin naqd pulga savdo qilgan narxi qancha savdo qilganingizni yozishingiz kerak. Masalan, 10 ming so'm yozdim. Masalan, men 10 ming so'm yozdim. 10 ming so'mdan mana 10 so'mlik kesib olish kerak. Davlat hisobiga 10 so'mlik kesib oladi. Soliq to'lagan bo'laman. 10 so'm. Hozir meni kartamda pul yo'q edi. Ana shu 10 so'mni kesib ola olmadim. Ya'ni yoza olmadim. Savdo qilganimni yoza olmadim. Kartamga pul tashlaganimdan so'ng kartamdan minus qilaveradi shu 10 so'mni. Men naqdga savdo qilaman. Kartamdan esa 10 so'm kesib oladi. Soliq to'layman 10 so'm. Masalan, 10 ming so'm savdo qilsam, 10 so'mini davlatga to'layman. Kistamda 10 ming so'm turadi, 10 so'mini soliq to'lagan bo'laman. Oldinlari har 15ida, oyda 15ida soliq to'lar edik. Har oyda 15ida davlatga qat'iy belgilangan soliq to'lanar edi. Hozir esa unaqa emas. Kuniga necha pul savdo qilsangiz, kunlik to'laysiz. Masalan, 100 ming so'm savdo qilsangiz, kuniga masalan 100 ming so'm savdo qilsangiz, daromad solig'idan 1000 so'mgina to'laysiz. 1 million qilsangiz 10 ming so'm to'laysiz. Ammo uni to'lash uchun mana elektron hamyon beradi sizga. O'sha hamyoningizda pul bo'lishi kerak. Xohlasangiz, agarda siz umuman kartaga kelmasa, masalan, elektron savdo bo'lmasa, sizda umuman kartangizga pul tashab qo'yasiz, elektron hamyoningizga pul tashab qo'yasiz, shundan yechib ketaveradi. Naqd pul sizda qolaveradi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimiz a'zolari, tushunarli bo'lmagan bo'lsa, izohlar yozsangiz yana ham tushuntirib beraman. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.